ikki taraflama proyekt nimasi yaxshi? Ikkita trezani ochib qo'yganingizda mana bunday vir shamol esib turadi. Hozir sizlarga $32,000 evaziga 3-etajdan kirib yashashga tayyor bo'lgan kvartirani obzorini ko'rsataman. Xohlasangiz ikkilamchi kredit asosida ham xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Hozir biz mehmonlar uchun zal qismida turibmiz. Mana bunday ajoyib kartinkalar ham qo'yilgan. Ikkita konditsioner, ikkita televizor, barcha ko'rayotgan mebel texnikalaringiz qoladi. Xo'p, uyni proyektini o'zgartirish kiritganlar, mana bu ko'rayotgan joyingiz uyning oshxona qismi. Mana bu yerda ovqat pishirib, mana bu yerda o'tirib ovqatlanish uchun kompaktni kattagina zona taxlab qo'yganlar. Kvartira 57 metr kvadratdan iborat, plus minusni hisobga olganda. Bu esa uyning sanuzel xonasi. Sanuzel xonasi ham anchagina katta. Prixochkani qo'shib olganlari hisobiga anchagina katta bo'lgan, eshiklari ham yaxshi. Mana bu yerda uyning asosiy kirib chiqish eshigi, to'g'ri esa uyning kladovkasi. Kladovkaning bor yo'qligi hatto sezilmaydi. Mana shunday darajada ustalar mehr bilan ishlaganlar. Bu esa uyning yotoqxona qismi. Ushbu kvartiramiz Kanechkada joylashgan, $32,000 so'rashmoqda. Yana barakasi uchun ozgina kelishadigan joyi bor. Qiziq bo'lsa pastda telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqib kelaverasiz.